Xo'p, shu darsimizda servis xizmatini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun servis xizmati moduliga kirib olamiz. Bu yerda mening vazifalarim qismida har doim bugungi kunga tegishli bo'lgan barcha vazifalar bizga ko'rinib turgan bo'ladi. Xo'p, keling bu yerda yangi vazifa qo'shib ko'ramiz. Ya'ni biz qaysidir restoranga borishimiz kerak va servis xizmatini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun yangi tugmasini bosamiz. Xo'p, vazifa nomini yozamiz. Burak restoraniga borib stullarni o'rnatib kelish. Hop, mana. Hop, Burak Miraч loyihasiga birlashtirdik. Tayinlovchi, ya'ni kim bajaradi bu ishni, ya'ni o'zimizni belgilaymiz va taglar qo'shishimiz mumkin, checklistlar, maxsus blanket to'ldirishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni worksheet va kim bajaradi. Biz shu insonni belgilaymiz va shu insonni belgilaymiz. Ya'ni shu xodimlar bizda shu vazifani bajarishi kerak bo'ladi. Xo'p. Qachon? 6-dan 7-gacha bo'lgan vaqt oralig'ida bajarishi kerak bo'ladi. Bunga 3 soat vaqt ajratamiz va buni yaratamiz. Marshrutni ko'rish qismini bosadigan bo'lsak, xodimlarimiz keyinchalik bemalol lokatsiyalarini olib turib ko'rib olishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni ayni qayerda joylashgani, u restoran qayerda va shu orqali ma'lumotlarni ko'rib boradi. Mening vazifalarim qismiga ko'rsatildi va kartadan biz qayerda joylashganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu holatda pending statusda turibdi. Keyinchalik biz bajarildiga o'tkazamiz va bizdan yo'qoladi. Xuddi shu holatda bizda vazifalar bajarib boriladi, servis xizmatlari taqdim qilinadi. Darsimiz shundan iborat edi. Rahmat.